Assalomu alaykum qadrli cherish qog'ozlari. Sizlar bilan bugungi obzorimizda 7 Pro haqida gaplashamiz. Aynan 7 Proga 2026-yil uchun juda ham ajoyib takliflar ketyapti. Ya'ni aynan shu avtomobilni siz 25 million so'm foizada xarid qilishingiz mumkin. Ya'ni Tigo Pro 7 Pro'mizning 3 ta komplektatsiyada mavjud. Luxury, Premium va 7 Pro Max pozitsiyalari mavjud. Ranglaridan qora, oq va mokra asfalt ranglari bor. Xudo xolasa avtomobilimizga kelsanglar, Cherry ADM Master filiallarida kelib, bu mashinalarimizni haydab ko'rishingiz mumkin. Haydab ko'rib va o'zingizga qulay bo'lgan shartlarda xarid qilib ketsanglar bo'ladi. Qulay takliflarimizni videoni oxirigacha kuzatib borsanglar, hammasini batafsil tushuntirib o'tamiz. 7 Pro modelimizga keladigan bo'lsak, juda ham jerskiy dizaynga ega. Aynan bu crossoverimizga biz 150 ming probeg garantiya beramiz va undan tashqari 5 yil garantiya beramiz. Aynan nimaga deyishingiz mumkin. Garantiyalarimiz aynan bu mashinani dvigateliga, korobkasiga, elektronikasiga va kuzovini chiramaslik, zanglamasligiga 5 yil garantiya beramiz. Dvigatelimiz 1,5 litrli o'sha turbina dvigatel bilan jihozlangan yangi avlod GDI turbina dvigateli, ya'ni 147 ta ot kuchiga ega. Korobkasi variator, korobkasiga ham aynan 150 ming probeg yokida 5 yil garantiya beramiz. Xudo xolasa kelsanglar, o'sha bitta haydab ko'rib, aynan mana shu mashina bilan yaqindan tanishib olsanglar bo'ladi. Faralariga ahamiyat beradigan bo'lsak, полностью optik lupa linza bo'ladi. Дорожный просветni juda ham zo'r yoritib beradi. Juda ham dizayni chiroyli qilib ishlab chiqarilgan. Bu yerda tumankalari. Undan tashqari, aynan bu modelimiz 4 ta yumshoq sezonli balon bilan jihozlangan. Bu degani siz aynan Cherry avtomobillarini xarid qilganingizdan keyin siz balon taqish degan muammoni unutasiz. Negaki, aynan shu balonni o'zida qishda, yozda, qorda, yomg'irda bemalol yurib bera oladi. Va undan tashqari, bu mashinamizda old-orqa diskoviy tormoz bo'ladi, ya'ni SPI tormoznoy sistema. SPI tormoznoy sistema ABS dan ancha aqlliroq, ya'ni takomillashtirilgan tormoznoy sistema hisoblanadi. SPI tormoznoy sistema har bitta balonda alohida joylashgan bo'ladi. O'shani hisobiga aynan tormoznoy sistemasi ham juda ham kuchli. Nimaga? Chunki mashinamiz juda ham shustri, yurishi tez. Shuning uchun bunga o'sha oxirgi pokoleniyadagi tormoznoy sistema o'rnatilgan. Bu mashinamizda besключевой dostupi bor. O'zini shtatniy pultidan zavod bo'ladi. Undan tashqari besключевой dostuplari ham mavjud. Mashinaga yaqinlashganingizda avtomatik mashina o'zi ochiladi. Mashinadan tushib 3 metr uzoqlashganingizda aynan 4 ta oynasi o'zi yopiladi, lyuklari yopiladi va bokovoy oynalarni yig'ishtiradi. Bismillah. Mashinamizning salon ichki interyeri juda ham chiroyli dizayn bilan ishlangan. Ya'ni hamma joy yumshoq eko-koja, o'sha 30% gacha shumoizolyatsiya qilingan, ya'ni torpedkasi, 4 teshigi, tom, poli 30% shumkaga ega. Полностью o'sha shumka qilishi shart emas. Tashqaridagi shovqin ichkariga eshitilmaydi va yoz-qish kunlarida konditsioner yoki pechka yoqadigan bo'lsa, salon ichidagi haroratni ham ushlab beradi. Rulimiz multirul hisoblanadi. Monitordagi hamma funksiyalarni aynan rul orqali bemalol boshqarsangiz bo'ladi. Cruise kontrollari bor. Datchik sveta, datchik dождялari ham bor. Mashinamiz konditsionerda umuman bo'g'ilmaydi. Qish kunida esa ikkita oldi sidenya, orqa sideniyalarda abagrev bor. Rulimizda ham abagrev bor. Aynan lobovoy oynamizda ham abagrev bor. Bu degani siz qish kuni bitta mashinani zavod qilib qo'ydingiz. Qo'shnilar o'sha ko'chaga chiqib mashinasidan qor tozalab yurgan paytda siz uyda bemalol o'sha uydan bemalol chuqur kunduzgacha mashina o'zi qizib, ustidagi qorlar ham erib ketgan bo'ladi. Aynan klimat kontroller qish kunida pechkalarni yoqib, yoz kunida sizga konditsioner yoqib, mashinani sizga tayyor holatda o'zi sizga kutib oladi. Xavfsizlik jihatdan bu mashinamizga juda ham katta ahamiyat berilgan. Aynan bu avtomobilimizda naq 6 ta xavfsizlik vositasi bor. Ya'ni bunda torpeda ikkita o'rta stoykalada va ikkita sidenani
aynan yon tarafida joylashgan bo'ladi. Aynan airbag sistemasi. Xavfsizligiga juda ham katta ahamiyat berilgan. Bari ichida xolodilnigi mavjud. Ya'ni yoz kunlarida yaxna ichimliklardan o'sha bahramand bo'lib ketishingiz mumkin va bu yerda беспроводной zaryadkasi, elektronniy ruchnik, avto hold rejimlari, sport eko rejimlarini o'zgartirsangiz bo'ladi. Mashinada 360 kamera bor va eng asosiysi hozirgi kunda bilasiz, Toshkent shahar ko'chalarida aynan ya'ni bizning Toshkent shahrimizning havosi ifloslanib ketgan. Aynan bu mashina Chery avtomobillarida M95 filtri o'rnatilgan bo'ladi. Bu degani tashqaridagi havoni filtrlab, toza filtrlangan havoni salon ichiga haydab beradi. Oynalarimiz o'sha avtodavochikli bo'ladi. Детский rejimlari bor. O'sha oynani ochib yopganingizda o'sha qo'lni qisib qolmaydi, orqaga qaytadi. Mashinamiz juda ham o'sha boshqaruv juda ham qulay, uzoq yo'lga ham umuman charchatmaydi. Korobka передачasi 7 ta stupenchli bo'ladi. Yo'qda sportivniy joystik juda ham qulay boshqaruvga. Hamma sizga kerakli o'sha multi deylik klimat kontrollari ham aynan juda ham boshqaruvga qulay, o'sha qo'lga dostupniy. O'shani hisobiga mashinada vождение juda ham komfortli bo'ladi. Uzoq yo'lga ham umuman charchatmaydi bu mashina. Yurishlari shustri. Mashina aytganingizni qiladi bitta gap bilan. Va rasxodiga keladigan bo'lsa, eng qiziq joyi aynan bu avtomobilimizda shahar ichida 7-7,5 litr rasxod qiladi. Uzoq yo'lga, ya'ni danliga 4,5-5 litrgacha o'sha rasxod qiladi. Mashinamizni siz hozirgi kunda foizsiz рассрочка, naqd, lizing yoki avtokreditga xarid qilishingiz mumkin. 1 yildan 3 yilgacha aynan shu avtomobilimizni o'zini pulini foizsiz o'sha aynan o'zingizning nomingizga rasmiylashtirib beramiz. Foizsiz рассрочка xohlayotgandinglar, bunaqa shartda faqatgina Chery Ademaster sizlarga taqdim qiladi. Shuning uchun boshqa joydan qidirib yurmanglar. Cheryga kelsanglar, xudo xolisa hamma ishlarni o'zimiz hal qilib beramiz. Aynan bir kun ichida hamma ishingizni hal qilib beramiz. O'zimiz boshidan oxirigacha hammasini hal qilib, boshidan oxirigacha chiroyli qilib chiqarib beramiz. Keling uchun misol juda ham zo'r sovg'a deb o'ylayman. Agar ayolimga mashina olib beraman deb yurgan akalarim bu videoni ko'rishayotgan bo'lsa, sizlarni aynan Chery Ademasterda kutib qolamiz. Kelsanglar, o'sha sizlar xohlagan rangda bir kunda chiqarib beramiz va ayolingiz uchun esdalik o'sha sovg'a sifatida chiroyli qilib o'sha оформленияларni ham o'sha bantiklarga taqib ayolimga deb yozib mobilograflarni chaqirib chiroyli qilib video syomkalar qilib o'zingiz uchun o'sha esdalik sovg'a sifatida o'sha videolarni ham o'zingizga tashlab beramiz. Cheryda sizlar baxtli lahzalarni o'sha muhrlab qolishingiz mumkin. Hammanglarni Chery Ademaster filiallarida kutib qolamiz. Kelinglar, shu mashinalarimizni haydab ko'rib, bitta haydab ko'rsanglar, xullas bilasizlar. Shunaqa zo'r mashina. Hammanglarni kutib qolamiz. Albatta kelinglar, hammanglarni kutib qolamiz. Qish kunlarida aynan ko'chada, sovuqda, bozorda yurmasdan avtosalonga kelib, issiqqina kofeni ichib, mashinani markasini va komplektatsiyasini tanlab, bir kunda o'z nomingizga xarid qilib ketishingiz mumkin. Hammanglarni kutib qolamiz. Salomat bo'ling.